Meni ismim Krasavchik. Eng ko'p mana kim bilan o'xshaysiz? Vaziyatga qarab. Xonadonshim bilan o'sgan. Voy bechora. O'sha odamga sabr aziz yurtdoshlar. U siz bilan men chidamaydigan dardlarga chidayapti, u mana unga chidab yashayapti. Ismi nima? Ruxshona. Hozir telefon qilarsiz mana. Qiling. Nima deng? Qilib menga berasiz. Voy. Nima? Ferdinand nima? Darajaga joniga teggan ko'tarmayapti, ko'ryapsizlarmi? Hozir universitetlarga mehmonga boraman. Hozir yana umrimni yeydi deyapti-da, ko'tarmayapti. Bu ma'nosi nima buni? Bir-birimizga nickname qo'yganmiz. U meni Judy Hopps deydi, men uni Ferdinand deyman. Judy Hopps. Gavdalida, yumshoq fe'lli qizda u. Siz gavdasiz lekin men katta shahardagi kichkina quyonchaman men. Buni uydagilar yana buni erga beramiz yurdi. Bu hali o'zi quyonchada sara yurdi, hozir yurtdoshlar. Bu hali katta bo'lmagan qizlardan-da bular, mayli. Qani, men o jannatim bor ekanlar. Nima deysiz? Men demayman. Nima deysiz? Ya siz aytasiz, qarang. Onajon, siz dunyodagi eng chiroyli ayolsiz. Men sizni yaxshi ko'raman deysiz. Faqat ko'rsatlaringiz aytasiz. Allo. Assalomu alaykum ayajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Ayo. Aja. Siz bilasizmi, dunyodagi eng chiroyli ayolsiz? Ha, bilaman. Sizni sevamsizmi? Sevaman. Ha. Vallahi ayajon, rahmat kattaxon. Hozir qaytib qo'yaraman. Azizlar, katta gavdali yumshoq fe'lli odam qaytib qildi bizga hozir. Ferdinand qaytib qildi, azizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. iPhone tushib qolgan ekan yerga. Oxirgi telefon qilgan odam siz ekansiz. Anaqa qayerda tushib qolibdi? Bu anaqada narxo'zi tashqarida, ana yo'lda tushib qolibdi, biz olib telefon qilyotgandik hozir. Siz kimlari bo'lasiz? Men o'rtog'iman. O'rtog'ingizga aytib qo'ying, o'sha telefoniga uxlatdi, mayli. Voy. G'alatimni sizga borib bering. Dugoningiz ismi nima? Go'zal, Nabijonova Go'zal. Judy Hoppsmi? Ha? Ana quyoncha, to'g'rimi? Katta shahardagi. Kimsiz o'zi? Men ismim Abbos, bunchalar zo'rsan ko'rsatuvdan. Ha? Ferdinand qandaysiz? Voy, yaxshi. Bola chaqalar yaxshimi? Ferdi xafa bo'lma, telefon qildirishdi. Voy, qo'rqyapman. Lekin gap yo'q, dugonasi uchun o'yladiman. Siz mana shu dugoningizni yaxshi ko'rasizmi, yo'qmi? Albatta, voy. Nima? Mukofotmi, jazomi? Mukofot. Bu sizni jazo dedi boya. Oh my god! Yangilikni eshitdik, tabriklaymiz. Rahmat, nima bilan? Erga tegayotganmish. Rostdan, kim ekan shu bolani menga anaqasi bormi? Ha, o'zi ham o'lib turibdi. Sog' bo'ling. Rahmat. Taxtli bo'ling, taxtli bo'ling. Men aziz yurtdoshlar, biz endi kurtka berdik. Endi bular yaqinlar bilan gaplashishni uchun bitta-bitta telefondan sovg'a qilyapmiz. Mana mashina ham sizga bunchalar zo'rsan deb qo'yasiz. Bunchalar zo'r.